O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlar agentligi hamda O'zbekiston mahallalari uyushmasi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlar o'rtasida futbolni ommalashtirish, shuningdek, ular orasidan iqtidorlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida futbol va mini futbol bo'yicha an'anaviy Davlat xavfsizlik xizmati kubogi start olganligini e'lon qiladi. 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar futbol va mini futbol, qizlar esa mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogida ishtirok etishlari mumkin. Birinchi bosqich tuman shahar saralash musobaqalari aprel-may oylarida. Ikkinchi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar bo'yicha saralash musobaqalari iyun-iyul oylarida. Uchinchi bosqich Respublika final bosqichi musobaqalari avgust oyida bo'lib o'tadi. Sog'lom yoshlar, yangi O'zbekiston kelajagi shiori ostida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi 2024-yilda butun respublika bo'ylab 208 ta tuman shaharlardan 19 mingdan ortiq jamoalar hamda 250 mingdan ortiq o'g'il-qizlarni birlashtirgan bo'lsa, bu mavsumda yanada kattaroq marralar ko'zlanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi barcha yoshlar uchun katta imkoniyatdir. Barchangiz faol bo'ling. Biz buni uddaladik, siz ham buni uddalaysiz. Futbol mahalladan boshlanadi. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi tenglashlarimiz uchun katta imkoniyat. O'zbekiston barcha yoshlarni turnirga taklif etamiz va omad tilaymiz. Hamkorimiz O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi.